Xormay uka. Salomat bo'ling, siz videoga olasiz. Ha, videoga olyapman-da uka. Obunachilaringiz xo'roz so'rashyapti. Siz nima u yo'q bo'lib ketdingiz? Xo'rozlar zo'rlari bormi? Bir ko'rsating-chi. Assalomu alaykum obunachilar, Hodi xo'roz obunachilari, kanalimiz a'zolari, xo'rozlarni mana zo'rlarini hozir qo'yib beraman sizlarga. Ko'pchilik so'rayapti-da, haqiqatda yaxshi fikr aytdingiz aka. Xo'rozlarimiz bor. Bitta yoritib, kilolari bilan qo'yib beramiz. Chiroyligini olaymi aka? Chiroy go'zalini oling-chi boshlanishiga. Sho'g'loq. Voy. Ichi sho'g'loq. Mana ko'klar hozir. O'ta tiniqlar. O'ta go'zalidan. Hozir ba'zi o'ylish hozir bormi ko'klar? Mana joyini sog' qo'yib. Degan joylar. Hozir o'ta go'zal aka. Obunachilarni bitta ko'rani sevadi, joyini sog' qo'yib. Stokani qarang. To'g'riga qo'yib beraylik. Qo'ying-chi. Pauza qiling, aka. Mana aka, to'g'riga qo'yib, ko'rsating kilolarni. Men ham hozir to'g'risini bilolmayman. 4 kilo 200 ekan, joyini sog' qo'ying. Stoka nima deyapti aka? O'ta go'zal. Qiziqqanlarga narxini ayting buni aka. Odamlarga, obunachilarimizga ro'za ayyomiga mana Ramazon kunlariga yengillik. $100 aka. Bekotisi yo'q. To'g'risini aytaman, bekotisi yo'q. O'zimiz ahmoqlik, bekotisi qo'ymaganmiz, xolos o'lishgan. $100 qilib beraman. Qiziqqanlar aloqaga chiqolsin, o'tomlar go'zalligini nima deyapti, joyini sog' qo'yib. Mana shundan keyin xohlasin o yaralari bor, kecha-kun o'stirganmiz. Olib, sekin bo'yni oladi. Boshqalarni ko'rsatyapti. Nima deyapti aka bu? Go'zal. Stokalari ham o'ta go'zal-ku buni. Aka bunimizni xudo xolasa o'yinga tayyor edi. Shu bitta aybi bor, puli bor. Bunlari anchadan bo'ldimi, bo'ynilari uni tashlab bering deganga tashlab berilaveradi. Alohida qilib to'lovlarga kerak bo'lsa tashlab berilaveradi. O'yinga tayyor holatda to'lov ketdi jo'mo. Bu kunda shekilli, kunda tojmi bu? Kunda toj. Ha, kunda toj jo'mo o'yin. Kilolarni ham ko'rib qo'ying aka. 4 kilo 150. Pullar turib, bitta vez tashlab qo'y. 4 kilo 300 da tayyor edi xolos. Bitta pullar bitta vez tashlab qo'y mana. Buni narxi nechi pul? Stokalar. Buni ham zo'rlaydi odaman. Ana. Bo'lsin obunachilaringizga bo'lsin. Obunachilarimizga bo'lsin. Qiziqqanlar aloqaga chiqolsin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysin. Aytib olsin. Mana aka, obunachilarimizga asl chiroylilarni deb qo'yganman. O'ta go'zal, bu tonlari ham bularni. O'zlarining ishqibozlari bo'ladi, o'zini o'zini ishqibozlari bor, tonini ishqibozlari bor. Mana misol kimgadir qanaqadir tonlar yoqadi, kimlargadir mana shu tonlar yoqadi. O'ta chiroyli hisoblaydi, kimlardir men o'zimman. O'zimdan qiyos oladigan bo'lsak, juda yaxshi ko'raman shunaqa tonni. Ajoyiblardan, o'ta go'zallardan qayog'idan olib qo'ydim. Joning sog' bo'yildi. Buni ham bekotisi yo'q. Bu ham $100. Ana. Aka, ichi kelishadigan xonamiz ham bor. Yo'q. Xohlasa Toshkentgacha ishning ichida dastlabki ham qilib berishimiz mumkin. Yaxshi muomala qiladigan odam bo'lsa, chiroyli muomala qiladi. Dastlabki ham qilib beramiz Toshkentga. Buni ham qo'yingchi, bir ko'raylikchi kilosini. Kilosini ko'ringchi. Bu ham 4 kilo 200 Standartni bado'ylar 4 kilo 200 dan 3 ta $100 dan sensatsiya deydi-yu bu narsalar. Mana aka, faqat urushmagan bola sotasizlarmi deganlarga. Hammasi o'sha endi o'zimiz aybimiz u, bekor qilolmaganmiz. Bekorsini videoga ololmaganmiz. Mana videosi bor. Joni sog' bo'lib, urushgan boladan so'raganlar mana. Buni kilosi balatokka ham o'xshab, yana bilmadim. 4 kilo 400.
4 kilo 400 dan ham oshiqroq, 4 kilo 400 yorish olsin mana. Buni narxi nechi pul uka? Bekorchisi bor. Bekorchisi borda narxi nechi pul? 2 million desa qattiqlik qilamiz obunachilarni, to'g'risi. 1,5 million so'mga bo'lsa bera olamiz. Mana. Telefon qilib aloqaga chiqsa, xudo xolasa har raqamimiz yaxshi muomala qilsa, biz ham yaxshi muomala qilamiz, Xudoga shukr. Mana, joni sog' bo'lib, chiroyli ishqibozlarga mana zalatsiyani tozasi. Mana, akalar, tayyorni so'raganlar tayyor ham bor. Pastda yurib kalmagan. O'zidan katta yurib kal bo'lgan. Men xo'rozni iloji boricha o'zidan katta ko'raman. Usta shunaqa yursin. Keyin balalarga urushganda qiynalmaydi. Tayyorni so'raganlarga mana xo'rozimiz xudo xolasa bir haftalik xonasi qoldi, bir haftada tayyor. Bekorchisi yo'nkalari ham bor. Xo'roz, yaxshi xo'roz. Uni ham puli yengil. 1,5 millionga beraman. Xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqib muomalasi zo'r qilganini, zo'r qilgan odamga mana beraman. Stokalar. Ajoyib. Bu necha kilo uka bu? Tarozi. Mana kilo 900 yorish olsin. Kilo 900 ga mana moslab qo'yib ko'rsalar. Mana akalar, ajoyib ishqibozlar. Buni raketalarni bitta tomosha qilasiz. O'ta go'zalidan ekan bu-yu. Gel krasavchik. Buni ham bekorchilari bor. Mana akalar. Bu ham xudo xolasa yana bitta bekorchisi qo'ygan, yana bitta bekorchidan tayyor bo'ladi. O'ta chiroyli ishqibozlar, jicha puli balandroq. Endi hamma narsa o'zini holatiga qarab deydi. To'g'risini ko'ringlarchi. Xudo xolasa 10 kun bo'ldi ishni boshlaganiga. 4 kilo 400 da. Xudo xolasa bu 4 kilo 600, 4 kilo 700 bo'ladi. Krasavchik. Narxi 2 million. Buni ham bekorchisi bor, tashlab beraman. To'g'risini aytaman, kaltak yo'q, lekin juda pixlab uradi, zo'r uradi. Xudo xolasa serkaltak, kaltak ko'tarishi ham artishi. Buni kami bormi 2 milliondan? Kamida beraman. Obunachilaringizga? Kamida beraman. Telefon qilsan aka, telefon qilib yaxshi muomala qilganiga biz ham yaxshi muomala qilamiz, xudo xolasa. Mana ukalar, like bosmaganlar like bosib, podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'ysin. Do'stlarga xo'roz oqtarib yurganlarga mana ro'za Ramazon kunlarida jo'natib yaxshi xo'rozlar nasib qilgan bo'lsin, sizlarga ham yaxshi xo'rozlar bizga ham berish nasib qilsin sizlar uchun. Mana